Bolalik inson hayotidagi eng muhim, eng poydevor davrlardir. Bu bosqichda olinadigan ta'lim-tarbiya kelajak shaxsning shakllanishi, uning hayotga munosabati jamiyatda o'z o'rnini topishga bevosita ta'sir qiladi. Shunday ekan, boshlang'ich ta'lim har bir inson uchun hayot yo'lini belgilab beruvchi ilk maktab sanaladi. Ushbu ilk ta'lim bosqichida o'qituvchi shaxsiyati, uning bilim va fazilatlari, mehri va mas'uliyati juda muhim ahamiyatga ega. Samarqand viloyati Tayloq tumanidagi 45-umumta'lim maktabida uzoq yillar davomida faoliyat yuritgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Gulchehra Ro'zimurodovna Norboyeva ana shunday suyukli ustozlardan biri edi. Joriy yilning 8-may kuni ushbu maktabda ustozning xotirasini eslash maqsadida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirni maktab direktori Husniddin Bo'riyev ochib berdi. U yurtimizda o'tganlarning xotirasiga ehtirom ko'rsatish, inson qadrini ulug'lash, milliy an'ana va qadriyatlarimizni asrab-avaylash borasida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar haqida to'xtalib o'tdi. Mazkur xotira tadbiri ustozning sobiq shogirdi Bobomurod Iskandarov tashabbusi hamda farzandlarining homiyligida tashkil etildi. 9-may xotira va qadrlash kuniga o'qituvchimiz Norboy va Gulchehra opani xotirladik, yod etdik. Kelajak tarixdan boshlanadi. Tarixsiz kelajak yo'q. Shu bizga ta'lim bergan ustozlarimizga hammasiga kattakon rahmat. Gulchehra Norboyevani eslaymiz. U kishi haqida faqat yaxshi fikrlar bo'ldi, yaxshi so'zlar bo'ldi. Ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Xotira kechasi doirasida o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan sport musobaqalarining final bosqichi bo'lib o'tdi va g'oliblar taqdirlandi. Bu musobaqalar 8-11 sinf o'quvchilari va o'qituvchilari jamoasi o'rtasida futbol turniri, 1-4 sinflar o'rtasida qo'noq startlar va 5-7 sinflar o'rtasida shaxmat shashka musobaqalarini o'z ichiga oldi. Bunday tadbirlar shubhasiz o'qituvchilarning ustoz xotirasiga bo'lgan hurmatini yanada mustahkamlaydi. Kechada ustozning sinfdoshlari, kursdoshlari, maktabda birga faoliyat yuritgan hamkasblari, shogirdlari va yaqin qarindoshlari ishtirok etishdi. Ular orasida ustozning suyukli shogirdi Tayloq tumani hokimi o'rinbosari Jahongir Haqberdiyev ham bor edi. U kishi anvoyi gullar va esdalik sovg'alar bilan tadbirga tashrif buyurib, ustoz haqida samimiy xotiralarni baham ko'rdi. Shu bilan birgalikda ustozning fidoyi mehnati, bilim berishdagi yuqori salohiyati va insonparvarligi haqida to'lqinlanib so'z yuritdi. Tadbir davomida so'zga chiqqan mehmonlar Gulchehra Norboyevaning yorqin xotirasiga ehtirom bildirish bilan birgalikda uning tarbiyasi va ta'limida katta hissa qoldirgan shaxs sifatida xotirlashdi. Bugun Tayloq tumanidagi 45-umumta'lim maktabida inson aziz xotira muqaddas shiori ostida o'tkazilgan tadbirda shu maktabimizning faxriy o'qituvchisi, bu dunyoni tark etgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Norboyeva Gulchehra ma'lumani xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tdi. Tadbirda albatta u insonning kasbdoshlari, nafaqatdagi kasbdoshlari, yor birodar do'stlari, birga o'qigan o'rtoqlari tashrif buyurib juda chiroyli tadbir o'tkazildi. Tadbirda albatta homiylar asosida, homiylarimiz ishtirokida bo'lib o'tdi. Homiylar ishtirokida sport musobaqalari o'tkazildi, chiroyli tadbirlar, o'yin kulgular o'tkazildi, eslashdi. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad yoshlarimizga beriladigan ta'lim-tarbiya jarayoni, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, insonni ulug'lash, insonni qadri haqida ularga tushuncha berish edi. O'ylaymanki, tadbir juda chiroyli va sermazmun bo'lib o'tdi. Shuningdek, shu kabi tadbirlarni tashkil etishda faol ishtirok etgan maktab ma'muriyatiga, shogirdlariga va ustoz farzandlariga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Gulchehra Norboyeva ta'lim sohasidagi uzoq yillar faoliyati davomida ko'plab yoshlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, fidoyi mehnati bilan o'zining chinakam pedagog ekanligini namoyon etgan. Uning o'quvchilarga bo'lgan mehri, o'z ishiga bo'lgan sadoqati, har bir bolaning qalbiga yo'l topa bilish uning eng katta fazilati edi. Shogirdlari orasida turli sohalarda faoliyat yuritayotgan, jamiyatda o'z o'rnini topgan insonlar ko'p. Bu esa ustozning mehnati, ta'limi samarasi ekanini
tasdiqlaydi. Bunday tadbirlar orqali farzandlarimizni ustozlarga hurmat ko'rsatish, ilk ta'limni qadrlash, mehnatkash va insonparvarlikni o'rganishga undaymiz. Gulchehra Norboyeva kabi ustozlar yurtimizda kam bo'lmagan. Ular hayotdan o'tgan bo'lsalar-da xotiralarda, shogirdlar qalbida, maktabning har bir go'shasida hayot kechirishda davom etadilar.